Salom do'stlar, Necros Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda O'zbekistondagi eng mashhur messenjerlardan biri Telegram haqida gaplashamiz va bu Telegramning siz bilmaydigan top 10 ta funksiyalari haqida ma'lumot beraman. Menimcha bundagi ba'zi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Men esa videorolikni boshlayman do'stlar. Do'stlar, videoni boshlashimdan oldin sizlarni Telegram kanalimga kirib obuna bo'lishingizni xohlayman. Telegram kanalimga men YouTube'dagi videolarimni tashlab boraman hamda siz o'zingizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni va dasturlarni topishingiz mumkin. Telegram kanalimning manzili shu videoni ostida bo'ladi. Telegramning birinchi funksiyasi Telegramga kirishni kodlab qo'yish. Buni foydali tomoni shundaki, telefoningiz notanish qo'llarga tushib qolganida sizning ruxsatingizsiz Telegram kira olmaydi. Ya'ni Telegramga kirganda kirish uchun parol so'raydi. Buning uchun siz Telegramning nastroykasidan Bezopasnost bo'limiga kirib, o'zingiz xohlagan shaxsiy parolingizni qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi funksiyamiz bu Secretni chat. Ya'ni nomidan bilib turganingizdek, bu funksiya orqali siz biror bir qiz o'rtog'ingiz yoki tanishingiz bilan turli ravishda suhbatlashishingiz mumkin. Bunda sizlarning yozishgan SMSlaringiz avtomatik ravishda o'chib ketadi. Bunda siz o'chirib yuborish vaqtini o'zingiz belgilab qo'yasiz. 1 daqiqadan tortib eng kami 1 sekundgacha vaqt belgilaysiz va shu vaqt ichida sizning yozishganlaringiz avtomatik ravishda o'chirib yuboriladi. Uchinchi funksiyamiz bu Telegramda yangi paydo bo'lgan funksiyalardan biri o'zingizga o'zingiz turli xil ma'lumotlarni jo'natib saqlab qo'yish. Ya'ni barchamizni Telegramimizda mana bunday chat bo'lsa kerak. Siz bu yerga hajmi turli xil kattalikdagi fayl yoki ma'lumot, rasm, video, musiqalarni shu yerga jo'natib saqlab qo'yish imkoniga egasiz. Masalan, siz biror kerakli ma'lumotingizni shu yerga saqlab qo'ysangiz, Telegramni xohlagan joyingizda ochib, bu ma'lumotlaringizni bemalol ko'chirib olsangiz bo'laveradi. Telegramning 4-sekretni funksiyasi bu musiqa playeridir. Telegramni biz nafaqat messenjer, balki musiqa playeri sifatida ham ishlatsak bo'ladi. Bunda biz Telegramdan ko'chirib olingan musiqalarni o'zini playerida eshitish imkoniga egamiz. 5-funksiya bu jo'natilgan SMSlarni o'zgartirish. Biz ba'zan Telegramda SMS yozganimizda ko'pincha xato bilan yozib yuboramiz. Lekin hozirgi Telegramning yangi versiyalarida bu xatolarni to'g'rilasak bo'ladi. Buning uchun yozgan SMSimizning ustiga bir marta bosib, bu yerda redaktirovat tugmasini bosamiz. Agar sizda inglizcha bo'lsa, edit tugmasini bosasiz. Shundan so'ng xatoyingizni to'g'rilab, galochka belgisini bosib qo'ysak bo'ldi. 6-funksiya bu muhim kontakt yoki gruppa kanallarni doim Telegramning bosh sahifasida turadigan qilish. Masalan, sizda biror bir kanal bor, shuni ustiga bosib turasiz va bu yerda zakrepich sverxu tugmasini bosamiz va ko'rib turibsizki, kanal doimo Telegramning boshida turadigan bo'ladi. Siz ham shunaqa bir nechta gruppa yoki kontaktlaringizni shunday qilib qo'yishingiz mumkin. Keyingi 7-ajoyib funksiyalardan biri bu sizga kelgan SMSlarni bildirmasdan o'qish. Sizni telefoningizga biror tanishingizdan Telegramdan SMS keldi, lekin SMSni ochishdan oldin telefoningiz nastroykasidan pilot rejimini yo'qib, keyin tanishingizdan kelgan SMSni o'qib chiqib ketib, keyin pilot rejimini o'chirib, internetingizni yo'qib kirsangiz, do'stingiz jo'natgan SMS hali ham o'qilmagan bo'lib turaveradi. Ya'ni do'stingiz Telegramida bitta pitichka bo'lib turadi. 8-funksiyamiz bu geolokatsiya jo'natish. Ya'ni o'zingiz turgan joyni manzilni xarita orqali ko'rsatish. Masalan, siz biror bir do'stingiz bilan uchrashib ko'rishmoqchisiz, lekin do'stingiz sizni qayerdaligingizni bilmayapti. Shunda siz Telegram orqali hozirda turgan joyingizni xaritadan belgilab do'stingizga jo'natasiz va bu orqali do'stingiz sizni topib olishi osonroq bo'ladi. 9-sekretni funksiyamiz bu rasm yoki videolarni avtomatik ravishda o'chib ketadigan qilib yuborish. Masalan, siz do'stingizga shaxsiy rasm yoki video jo'natmoqchisiz, lekin bu jo'natgan rasmingiz yoki videoingiz do'stingizni
telefonda saqlanib qolmasligi uchun mana shu funksiyani ishlatsangiz bo'ladi. Buning uchun siz rasmni jo'natishingizdan oldin shu rasmga kirasiz va mana bu joydan taymer qo'yasiz va rasm shu vaqt ichida avtomatik o'chirib yuboriladi. Va nihoyat 10-funksiya. Biz bilamizki, Telegram orqali ovozli xabarlarni ham jo'natsa bo'ladi. Buning uchun mikrofon tugmasini bosgan holda ovoz yozib, keyin jo'natish tugmasini bosib jo'natamiz. Lekin Telegramda shunday funksiya borki, nastroykaga mana shu joyni bosib yoqib qo'ysangiz, ovozli xabar jo'natmoqchi bo'lganingizda telefonni qulog'ingizga tutsangiz kifoya, o'zi avtomatik ravishda ovoz yozishni boshlaydi. Lekin bu funksiya hamma telefonlarda ham ishlayvermaydi. Do'stlar, bugungi videoroligim shulardan iborat edi. Shunday qilib do'stlar, videom sizlarga foydasi tegdi deb o'ylayman. Agar videom sizlarga foydasi tekkan bo'lsa, shu videomga like bosib, kommentariyada yaxshi fikrlaringizni yozib qo'ysangiz, undan men motivatsiya olib yanada foydali videolar chiqarishga harakat qilaman. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Men esa do'stlar sizlar bilan xayrlashaman va kelgusi videolarda ko'rishguncha chao deb qolaman.